Assalomu alaykum, Inspiring Education kanali obunachilari va bizni kuzatib boruvchi aziz kuzatuvchilarimiz. Bugungi video tahlilimizda kanalimizdagi al-Xorazmiy formatidagi ikkinchi repetision testni tahlil qilib chiqamiz. Demak, bu testimiz 15 ta savoldan iborat va hammasi matematikaga oid. Shunday bo'lsa, demak, birinchi savoldan boshlaymiz. Quyidagi sonlar qatorida qaysi son qonuniyatni buzadi? Demak, har bir sonlar orasida farq topadigan bo'lsak, 15 va 30 da 15, 45 bilan 30 orasida yana 15, 60 bilan 45 orasida yana 15, 15. Lekin oxirgi ikkita elementimiz orasida 20 farq bo'lib qolyapti. Shuning uchun 95 bizda qonuniyatni buzyapti. Ya'ni 90 bo'lish kerak edi o'rniga. Mana shuning uchun qonuniyat buzilib ketgan. Xo'p, agar to'rt burchak va uch burchak yig'indisi 24 va ayirmasi 6 bo'lsa, ularning ko'paytmasi nechaga teng deyilibdi. Demak, birinchi nima qilamiz? Mana shu ifodamizni yozib olsak, to'rt burchakdan uch burchakni ayirsak 6. Ya'ni buni qaysi ko'rinishda yozsak bo'ladi? Ya'ni uch burchakni tenglikni bir tarafiga o'tkazsak, bizda to'rt burchak teng bo'ladi uch burchak qo'shilgan 6 ga. Demak, to'rt burchakni biz uch burchakning qiymatiga 6 qo'shish orqali topib olishimiz mumkin. Endi birinchi ifodamizdagi to'rt burchakni o'rniga 3 burchak plus 6 ni va yana 3 burchakni o'zini yozib 24 ga tenglashtirib qo'ysak bo'ladi. Demak, ikkita noma'lum, ikkita 3 burchak va ma'lumlarni bir tarafga o'tkazsak 18 ga teng bo'lyapti. Demak, bizda 3 burchagimiz 9 ga teng. Shunda 4 burchagimiz esa 9 ga 6 dan qo'shsak 15 ga teng. Chunki 3 burchakdan 6 ta ko'proq edi. Endi ikkalasini ko'paytmasi necha bo'ladi bizda? 15 ko'paytirilgan 9 va bu 135 ni beradi bizga. Demak, shunaqa to'g'ri javobimiz B variant bo'lyapti. Keyingi savolga o'tsak, to'g'ri to'rtburchakning bo'yi 12 cm, eni undan 3 cm qisqa. Shu to'rtburchakdan kesilishi mumkin bo'lgan eng katta kvadratni yuzini toping deyilibdi. Hop, demak, uzunligi 12 cm ekan. Demak, eni undan 3 cm qisqa bo'lsa, demak 9 cm bo'ladi. Hop, 9 ekan. Demak, bu tarafi ham 12, bu tarafi 9 bo'ladi. Hop, endi 12 dan endi nima qilamiz? Eni bizda kichkinaroq tarafi, demak, bo'yidan ham 9 cm qilib kesib olsak bo'ladi, to'g'rimi? Shuning uchun mana shu yerdan kesdik deylik. Bu ham 9 bo'ldi, bu ham 9 va tepa ham 9. Ya'ni eng katta kvadrat bizda hosil bo'ldi, chunki hop 9 dan katta, tomon 9 dan katta kvadrat kesib ola olmaymiz. 10 ni bo'yidan kesib olishimiz mumkin, mana yergacha 10 qilib kesib olishimiz mumkin, lekin bizda eni 9 dan katta bo'la olmaydi. Shuning uchun eng katta yuzi 9 bo'ladi tomoni. Yuzdan oladigan bo'lsak endi kvadratni yuzi tomonni kvadratiga teng, ya'ni 9 ning kvadratiga. Va bu 81 ga teng bo'lyapti. Javobimiz A variant bo'lyapti. Xo'p. Radiuslari 5 va 7 cm bo'lgan ikkita doira bir-biri bilan kesishgan. Ularning markazlari orasidagi masofa 10 cm, ularning kesishgan qismi uzunligi qancha deyilibdi. Demak, markazlarini ko'radigan bo'lsak, mana bitta markaz va yana bitta markaz. Xo'p, demak, kichkina aylanamiz mana shu yergacha, ya'ni mana shu ikkita ko'kni orasi bizga 5 cm. Bu aylanamiz esa mana shu yergacha radius, ya'ni 7 cm. Demak, 7 qo'shilgan 5 bo'lgan 12. To'g'rimi? 7 ga 5 ni qo'shsak. Lekin bizda mana shu kesishgan joyi bo'lgani uchun, ya'ni kesishgan joyi nima ahamiyati bor bu yerda? Mana shu joy 2 marta hisoblanib ketgan, mana shu joy uzunligi. 5 ga qo'shib ham hisoblangan, 7 ga qo'shib ham hisoblangan. Shuning uchun 2 marta hisoblanib ketgan. Demak, agar 7 ga 5 qo'shsak o'zi 12 bo'lardi, lekin aslida bizda mana ikkita aylana markazlari o'rtasidagi masofada berilgan, ya'ni 10 cm. Demak, mana shuni 2 marta qo'shilib ketgan ekan, bittasini ayirsak, ya'ni x ni ayirsak, bizga mana shu 10 cm masofa kelib chiqishi kerak. Demak, x imiz 2 cm ekan. Ya'ni 2 cm bir-birini ustiga chiqib ketgan bo'lgan aylanalar va 2 marta 2 cm qo'shib hisoblanib ketilgan. Demak, shuning uchun javobimiz 2 cm chiqyapti. Hop, 5-savol. Sinfda 30 ta o'quvchi bor. 18 nafari matematikadan, 15 nafari fizikadan. 5 nafari hech qaysisidan yaxshi emas. Demak, 15 nafari fizikadan yaxshi ekan, 18 nafari matematikadan yaxshi ekan. Demak, buni nima qilsak bo'ladi? Venn diagrammasidan foydalanamiz.
ikkita diagramma bor bizda. Bittasini matematika deylik, bittasini fizika deylik. Xo'p, demak 18 nafari 18 nafar matematika va 15 nafari 15 ni ichga yozib qo'yay. 15 nafar fizikadan. Xo'p, yaxshi bilagan, a'lochi ekan demak. Xo'p, keyin yana nima deb berilgan bizga? 5 nafari hech qaysisidan yaxshi emas. Demak, 5 nafar bularning ichiga kirmaydi umuman. Ya'ni demak 30 ta o'quvchi bo'lsa jami 5 ta ayirib tashlasak, bular yo fizikani o'zidan yaxshilari, yo matematikani o'zidan yaxshi bo'lgan o'quvchilar yoki ikkalasidan ham yaxshi bo'lgan o'quvchilar hammasini yig'sak 25 ta chiqishi kerak. O'zi masalan 18 ga 33 ni qo'shsak, 18 ga 15 ni qo'shsak, bizda o'zi 33 hosil bo'ladi. Lekin bu 25 dan katta. Bu nimani bildiradi bizda? Demak, ikkalasida ham yaxshi bo'lgan o'quvchilar ikki martadan soni hisoblanib ketilgan. Ya'ni mana shu yerdagi xo'p, o'quvchilarimiz soni, masalan, x deb oladigan bo'lsak, ikki martadan hisoblanib ketilgan. Endi buni nima qilamiz? Xo'p, 18 ga qo'shamiz 15 ni va x ni ayirsak 25 hosil bo'lishi kerak. Demak, o'sha x imiz 8 ekan bizda. Endi bu bizga nimani beradi? Xo'p. Ya'ni nimani beradi x imiz? Endi mana o'rtada 8 turibdi. Biz endi matematikada yaxshilar 18 edi, 8 ni ayirib tashlasak 10 qoladi. Bu faqat matematikada yaxshi bo'lgan o'quvchilar. 15 tasi fizikada yaxshi edi. Demak, 8 ta umumiy yaxshi bo'lganlarni ayirib tashlasak ulardan ham, demak 7 ta bizda fizikani o'zidan yaxshi bo'lgan o'quvchilar qoladi. 7 ta fizikani o'zidan, 10 ta matematikani o'zidan, 8 ta ikkalasidan yaxshi bo'lganlar. Xo'p, demak, bundan nima xulosa olamiz? O'zi bizdan nima so'ralgan? Ikkala fanda ham yaxshi bo'lganlar sonini toping. Demak, biz o'shani topdik, ya'ni 8 ta ekan. Ikkala fanda ham yaxshi bo'lgan o'quvchilar. Xo'p, 6-savolga keldik. Bir ishni 8 ishchi 12 kunda bajarsa, 6 ishchi necha kunda bajara oladi debdi. Xo'p. Buni nima qilib ishlaymiz? Proporsiyadan ishlasak bo'ladi. Proporsiya ham qanday usulda? Teskari proporsiya. Ya'ni, xo'p, 8 kishi 12 kunda tugatdi. 6 kishi necha kunda tugatadi? Masalan, x deb belgilaymiz. Bunda men 8 kishi ko'proq bo'lib turib, xo'p, 12 kunda tugatgan bo'lsa, kamroq bo'lib turib, undan ko'proq kunda tugatish kerak 12 dan. Demak, nima qilamiz? O'rnini almashtira olamiz. Ya'ni, xo'p, 8 ga x, 6 ga 12 bo'lib qoladi. Shunda bizda x 16 chiqadi. Ya'ni 6 kishi bo'lib turib 16 kunda tugatish mumkin ekan o'sha ishni. 8 kishi 12 kunda tugatgan ishni. Teskari proporsiyadan foydalandik. Shunda bizda javob aniq bo'lib chiqdi. Hop, 7-savolga keldik. Sardor, Ali va Botir o'yinda ishtirok etishdi. Sardorning bali Alinikidan 2 marta ko'p, Botirnikidan 2 marta kam. Umumiy ball 154 bo'lsa, Botir necha ball to'plagan? Demak, xo'p, biz Alinikini belgilasak x deb, Sardorniki Alinikidan 2 marta ko'p, 2x, to'g'rimi? Va Botirniki esa Sardornikidan 2 marta ko'p, 4x. Jami necha x bo'ladi? 7x teng bo'lyapti 154 ga. Shunda bizga x teng bo'lyapti 22 ga. Xo'p, Botirni to'plagan bali x o'rniga 22 qo'yib qo'yamiz. Demak, 88 bo'lyapti. To'g'ri javobimiz D javob ekan. Xo'p, 8-savolga yetib keldik. A va B shahar orasida 240 kilometr masofa. Bir vaqtda A shahardan B shaharga qarab 50 km taqsim soat tezlik va B shahardan A shaharga qarab 20 km taqsim soat tezlik bilan shaharlardan 2 avtomobil yo'lga chiqdi. Agar 2 soatdan keyin A shahardan chiqqan avtomobil yurishdan to'xtagan bo'lsa, ular necha soatdan keyin uchrashadi? Demak, hop, ikkita shahar bor edi. O'rtasidagi masofa 240 edi. Demak, buni A deymiz, buni B deymiz. A dan B ga qarab necha kilometr bilan? 50. Tezligi buniki 20 ekan. Xo'p, bular 2 soat yurishdi, to'g'rimi? Demak, 2 soatda qancha masofani bosib o'tadi? Ikkalasini qo'shamiz va 2 ga ko'paytirib qo'yamiz. Xo'p, 70 bo'ladi. 2 ga ko'paytirsak 140. Demak, 140 kilometr yaqinlashib qo'yishdi. Bu masalan 40 kilometr bosib o'tdi. Bu 100 kilometr bosib o'tdi.
Demak, o'rtada bizda qancha qoldi masofa? Endi 100 ga 40 ni qo'shib 240 dan ayirib tashlasak, 100 kilometr masofa qoldi o'rtada. Va mana shu avtomobilimiz 50 kilometr taqsim soat tezlik bilan yuradigan avtomobilimiz mana shu yerda to'xtadi 2 soatdan keyin. Endi ular qachon uchrashadi deyapti, lekin bu avtomobil davom etyapti yurishda, hali ham 20 tezlik bilan. Demak, 100 kilometr masofani 20 kilometr tezlik bilan qancha vaqtda bosib o'tadi? Xo'p, bizga vaqt kerak. Ya'ni t bilan belgilaymiz. T bizga ikki tarafdan 20 ga bo'lib olsak 5 bo'ladi. Ya'ni 5 soatda bir shahardan chiqqan avtomobilimiz mana shu 100 kilometr bosib o'tadi va ikkalasi mana shu nuqtada uchrashadi. Demak, 5 soat vaqt kerak bo'lar ekan. Xo'p, akadan singliga 6000 so'm berilsa, pullari teng bo'ladi. Aksincha, singlidan akaga 3000 so'm berilsa, akasining puli singlisinikidan 3 marta ko'p bo'ladi. Dastlab akadan necha so'm bor edi deyilibdi. Xo'p. Demak, akaning pulini masalan x deb hisoblaydigan bo'lsak yoki singilnikini ifodalab olaylik. Masalan, singilning pulini x deb ifodalasak. Agar akadan singilga 6000 so'm berilsa, 6000 so'm oldi. Pullari teng bo'ladi. Demak, mana shu x plus 6000 akada ham shuncha bor endi. Lekin akaning asl puli qancha edi? Bu hozir 6000 ayrilgan puli. Demak, akada aslida yana 6000 ko'proq puli bor edi. Va singilda hozir mana shundan 6000 kam pul bor. Berilmagan hali shuning uchun. Mana shunaqa belgilash kiritib olsak bo'ladi. Xo'p, aksincha singildan akaga 3000 so'm berilsa, demak, xo'p. Bunda bizda demak, akada o'zi singilda belgilasa x bo'lyapti, akada x plus 12000 bo'lyapti. Xo'p, endi singildan akaga 3000 so'm berilsa, demak 3000 ayirsak va bunga qo'shsak, ya'ni 15000 bo'lsa, nima bo'lar ekan? Akasining puli singlisidan 3 marta ko'p bo'lar ekan, ya'ni x plus 15000 teng bo'lyapti 3 ko'paytirilgan x ko'paytirilgan qavsida x minus 3000 ga. Xo'p, boshda o'chib turamiz. Endi x plus 15000 teng bo'lyapti 3x minus 9000 ga. Xo'p, endi normalarni bir tarafga o'tkazib olamiz. 3x minus x teng bo'lyapti 15000 plus 9000 ga. Ya'ni demak 2x teng bo'lyapti 12000 ga. 24000 ga, x teng bo'lyapti 12000 ga. Ya'ni bu singilning puli edi. Akaning puli singilning pulidan 12000 ko'p edi. Demak, akada dastlab 12000 qo'shilgan 12000 pul bo'lgan. Ya'ni 24000 pul bo'lgan jami. Shunda bizda D javob to'g'ri bo'lyapti. Xo'p, 10-savolga keldik. Olma, nok, apelsin narxlari 2:1:5 nisbatda. 2 kilogramm olma, 3 kilogramm nok va 1 kilogramm apelsin uchun 24000 so'm to'langan bo'lsa, 1 kilogramm apelsin narxi qancha deyilibdi? Xo'p, bizda nok narxini masalan x deb belgilay oladigan bo'lsak, olma narxini 2x deb belgilay olsak bo'ladi. Apelsin narxini 5x deb belgilay olsak bo'ladi. Endi kilogrammlarga ko'paytirib chiqamiz shuni. 2 ko'paytirilgan 2x qo'shilgan 3 ko'paytirilgan x qo'shilgan 1 ko'paytirilgan 5x teng bo'lyapti jami. Xo'p, 4x 7 7 ga 5 12 x ga va bu qanchaga teng bo'ladi o'zi? 24000 so'mga teng bo'libdi. Bunda x bizga 2000 so'm ekanini kelib chiqadi. Ya'ni xo'p, nokning narxi 2000 so'm ekan. Endi bizdan 1 kilogramm apelsin narxi so'ralgan, ya'ni apelsin narxi noknikidan 5 marta katta edi, ya'ni 10000 so'm bo'lar ekan. Shuning uchun D javobimiz to'g'ri bo'lyapti. Xo'p, 1 dan 50 gacha, ya'ni 50 ham kirar ekan. Bo'lgan sonlardan 4 ga yoki 6 ga karrali sonlar nechta? Xo'p, 50 ni 4 ga bo'lamiz. Birinchi va 12. 50 ni 6 ga bo'lamiz. 8.
12 ga 8 ni qo'shamiz, 20 bo'lyapti, to'g'rimi? Endi bizda shunday son borki, 4 ga ham, 6 ga ham bo'linadigan, ya'ni eng kichkina sonni oladigan bo'lsak, 12. 4 ga ham bo'linadi, 6 ga ham bo'linadi. Yana 24 olsak bo'ladi. Bu ham 4 ga ham 6 ga ham bo'linadi. 36 ham 4 ga ham 6 ga ham va 48 ham 4 ga ham 6 ga ham bo'linadi. Ya'ni bu 12 ta sonning ichida ham mana shu sonlar ketgan, bu 8 ta sonning ichida ham bular ketgan. 2 marta hisoblanib ketgan, shuning uchun bitta 4 ta ayirib qo'yamiz. 16 ta son yoki 4 ga yoki 6 ga bo'linar ekan 50 ning ichida. Javobimiz A variant bo'lyapti. Xo'p, 10 ta sonning o'rtacha qiymati 25, ulardan 15 va 35 ni olib tashlasak, qolgan sonlarning o'rtacha qiymati necha bo'ladi? Xo'p, demak, A sonda olsak, birinchisi, ikkinchisi, shunday qilib turib 10 ta sonni qo'shamiz va 10 ga bo'lamiz. Shunda o'rtacha qiymat 25 bo'lyapti. Bu sonlarning yig'indisi bizda necha bo'ladi endi? Plus nuqta 10 teng bo'lyapti 250 ga. Xo'p, endi bizdan ikkita son olib tashlandi. 15 va 35 yig'indisi bo'ladi 50. 250 dan ayirsak 200 bo'lyapti. 200 bo'lyapti. Xo'p, endi qolgan son 8 ta qoldi. Bularni 8 ga bo'lsak, o'rtacha qiymat nechta bo'ladi? Necha bo'lar ekan? 25 bo'lar ekan yana. Demak, to'g'ri javobimiz D variant bo'lyapti. 14-savolga keladigan bo'lsak, kvadrat katakchalarga sonlar shunday joylashtirilganki, har qator, har ustun yig'indisi bir xil. Demak, hop, o'chib turadigan bo'lsak, ya'ni demak, mana shunday ham, bunday ham sonlar yig'indisi bir xil bo'lishi kerak. Hop, 3 ga 5, 8, 7, 15 bo'lar ekan. Bunday ham 15 ekan. Hop, endi nima so'ralgan bizdan? Agar markaziy katakka 5 dan qo'yilgan bo'lsa, qolgan so'roq o'rnidagi katakchalardagi sonlar yig'indisi nechaga teng deyilibdi. O'zida hop, bu qator ham 15 bo'lishi kerak yig'indisi, bu qator ham 15 va bu qator ham 15 bo'ladi. Demak, jami bizda katakchalardagi sonlar yig'indisi necha bo'lar ekan? 3 ta 15 va bu 45 ni beradi. Hop, endi bizda 2, 5, 8, 3, 7 bor, ya'ni 10 qo'shilgan 5, ya'ni 25 qiymat 25 ga teng bo'lgan va 5 ta hop raqamlar qo'yilgan. Demak, so'roq o'rnidagilarni yig'indisi masalan x bo'ladigan bo'lsa, 25 ga qo'shganimizda 45 chiqishi kerak. Demak, yig'indisi necha ekan? 45 ni 25 ga ayiramiz, 20 ekan. Bu javob bo'lar ekan. Hop, 16 ta jamoa ishtirok etgan turnirda har o'yinda mag'lub jamoa chiqib ketadi, ya'ni durang bo'lsa ham g'olib aniqlanadi. Aniq chiqib ketar ekanda bitta o'yindan keyin, bitta o'yin bo'lar ekan va aniq bitta gamda chiqib ketar ekan. Shunday qilib g'olibni aniqlash uchun nechta o'yin o'tkazilishi kerak? Xo'p, demak, birinchi 16 ta komanda bo'lsa, masalan, bitta shunday qilib bir-biri bilan o'ynaydi bular. Hop, 4. Mana shunday qilib turib, jami 16 ta komandani har birini ikkitadan chiqsak, 8 ta o'yin bo'ladi. Bundan 8 ta komanda chiqadi, ya'ni mana 8 ta komanda yana bir-biri bilan o'ynaydi. Mana 8 ta komanda o'ynaydi, 4 ta o'yin, to'g'ri? Va 4 ta o'yindan ham 4 ta komanda chiqadi. 4 ta komanda bir-biri bilan o'ynaydi. 2 ta o'yin va bundan bitta chiqadi. Ya'ni final bo'lar ekan. Va bu bitta o'yin. Endi hammasini qo'shsak 8, 4, 2 va 1. 8 ga 12, 15 ta o'yin o'tkazilishi kerak ekan. Ya'ni g'olibni aniqlash uchun oxirida finalda ham qo'shib hisoblaganda 15 ta o'yin o'tkazilar ekan. Hop, shu bilan Al-Xorazmiy repetitsion testi, Al-Xorazmiy formatdagi repetitsion test tahlili o'z yakuniga yetdi. Qolgan videolarda, qolgan testlar tahlillarida ham ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'lingizlar.